That sounds about right. Hammaga assalomu alaykum. Hozir O'zbekistonda AI bilan pul ishlayotganlar bor, lekin siz hali yo'qsiz. Bu sizning xatoingiz emas. Hali hech kim to'g'ri yo'l ko'rsatmagan. Lekin oyna yopilmoqda. 1 yil oldin hech kim dropshippingni bilmasdi. Keyin bilganlar pul ishladi. Bilmaganlar esa nega boshlamadim deb o'zidan savol so'radi. AI bilan aynan mana shu narsa bo'lmoqda. Shu zahotda, shu onda esdan chiqarmang. Dropshipping, Bitcoin, yana qancha trendlarni siz qo'ldan boy berdingiz. AIni qo'ldan boy bermang. Ketdik dalish. O'zbekiston bozorida hali raqobat yo'q. Brendlar AI video kreatorlarni izlashyapti, lekin bozorda yo'q. Kamdan kam bo'lsa ham tajribasi kam, analizdan keyin mijozlar pul to'lashga tayyor, lekin kreatorlar yo'q. Siz o'sha kreator bo'lishingiz mumkin. Noldan Progacha. AI Multfilm Academy eng tez yo'l. Men sizga nazariya o'rgatmayman. Men sizga ishlaydigan sistemani beraman. Birinchi haftada siz o'zingizni AI multfilmingizni yaratasiz. Mijozga ko'rsatishga tayyor portfolio yaratasiz. Qancha pul so'rashni bilasiz va qaysi paketni jo'natishni bilasiz. Kamera kerak emas, telefon kerak emas, fotostudiya kerak emas, komanda kerak emas, laptop va telefon bo'lsa bas. Va hammasini bazasi bu sistema. Bu kurs boshqacha. Bu kursda siz sistemani o'rganasiz. Butunlay shu workflowni o'rgangandan keyin siz xohlagan videongizni yaratib olasiz. Men kimman va nega siz menga ishonishingiz kerak? Mening ismim Jamal. Men media va marketing sohasida 18 yildan beri ishlayman. O'zbekistonda emas, Dubayda. Global brendlar bilan, katta ekranlar uchun, katta brendlar bilan, behind the scenes, marketing, fashion, music video hammasi bor. Shu yillar ichida millionlab auditoriyaga yetadigan kompaniyalar yaratdim. Dunyoning yetakchi brendlari bilan bevosita ishladim. Ular meni ekspert sifatida biladi va hozir ham ular murojaat qilishyapti. Lekin bir kun o'zim uchun savol berdim. Bu bilim faqat katta brendlar uchunmi yoki oddiy odam ham shu sistemadan foydalana oladimi? Albatta ha. Aynan shuning uchun AI Multfilm Akademiyasini yaratdim. 18 yillik tajribam, global brendlar bilan ishlash ko'nikmam. Hammasini siz uyda turib ishlatadigan sistemaga aylantirib berdim. Va eng asosiysi, men qilgan xatolarni siz takrorlamaysiz. Endi sizda 3 ta yo'l bor. AI Multfilm V1 $333. Bu paket kim uchun? Asosni o'rganib, multfilm yaratishni va qanday qilib multfilm bilan pul ishlashni bilib olasiz. Bu Foundation program siz noldan boshlab to'liq AI video yaratishni sistemasini o'rganasiz. Prompt yozish, qahramon va dunyo yaratish, sinematik sahnalar qurish, AI animatsiya, montaj, mijoz topish va brendlarga sotish. Kamera kerak emas, studiya kerak emas, faqat telefon, laptop va bu sistema. Akademiya podpiskasiga keyinroq qo'shilsa bo'ladi. Ikkinchi paket AI Multfilm Academy. $49 har oyi. Kim uchun? Kech qolishdan qo'rqadiganlar, har hafta oldinda yurmoqchi bo'lganlar uchun. Bu oddiy kurs emas. Bu yopiq creator hub. Chunki AI har hafta o'zgaradi. Yangi platforma, yangi agentlar, yangi trendlar, yangi workflowlar hammasi har hafta yangilanib boraveradi. Bilmaganlar orqada qoladi, bilganlar narx belgilaydi. Ichida har oy yangi darslar va yangi AI yangiliklari, tayyor promptlar va viral workflowlar, sinematik texnikalar, haftalik Zoom sessiyasi men bilan, jonli community va feedback. AI Multfilm Combo kim uchun? Jiddiy kirishga tayyor bo'lgan kreatorlar uchun. Ham o'rganib, ham daromad qilmoqchi bo'lganlar uchun. Bu eng aqlli tanlov. Ichida AI Multfilm V1 bu baza, to'liq foundation, akademiya 1 oy bepul kirish, weekly Zoom plus community, shaxsiy referral link, 20% komissiyoni bilan.
referral program haqida gapirib beraman. Siz o'rganibgina qolmaysiz, pul ham ishlab olasiz. Sizga shaxsiy share link beriladi. Kim siz orqali kirsa, 20% komissiyonni olasiz. Bu ekstra daromad manbai. Oddiy hisob-kitob. Bitta AI reklama kamida $200, $500 turadi. Yana bitta mijoz ravno kurs. Ya'ni bitta mijoz tenglik kursning narxi chiqadi. Bitta referral qo'shimcha tenglik qo'shimcha daromad. Qolgani sof foyda. Eng muhimi, akademiyada 300 ta joy bor. Chunki har bitta akademiya studenti uchun jonli Zoom va shaxsiy feedback beriladi. Shu hafta kirganlar keyingi haftadan yangi darslarni olishni boshlaydi. Siz hozir 2 yo'lda turibsiz. Biri bugun bir qadam tashlash, ikkinchisi 1 yildan keyin o'sha payt nega boshlamadim deb. Global brendlar AI dan foydalanishni allaqachon boshlagan. O'zbekiston bozori hali bo'sh. Kim bugun kirsa, ertaga o'z qoidalarini, o'z narxlarini va o'z pozitsiyasini mahkam ushlab olib va trendni ham o'zi belgilaydi. Faqat bugun qaror chiqarishingiz kerak. Qaror sizdan. Hech kim majburlamaydi. Turn.